Assalomu alaykum. Onlayn savdo 3 kanali azza yana sizlarning xizmatingizda do'stlar, biz eng arzon joylariga borib, xonadonlarimizga kerakli bo'ladigan buyumlar bilan tanishtirib borishga harakat qilyapman do'stlar. Ozgina bo'lsa ham manfaat tegadigan videolar qilayotganimdan juda ham xursandman qadrdonlar. Hozir albatta so'rilarimizni eng arzon, eng optim joyiga kelganmiz. Tadbirkorlar biz bilan suhbat qilib, albatta sizlar uchun imkon qadar adreslari, manzillari, telefon raqamlarini olib, batafsilroq ma'lumot olib tanishtirishga harakat qilaman. Bizi kanalda uzoqlashmagan holatda bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab kuzatib turamiz. Biz boshladik do'stlar. Aka, assalomu alaykum. Akam shu yerda ekanlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sizimsiz? Kuningiz yaxshi o'tyaptimi aka? Endi biz obunachilarimiz uchun, bizni qadrdonlarimiz uchun mana shu so'rlarimizni ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib o'tsangiz aka. So'rlarimiz sasna yog'ochda o'ygan aka. Aha. Mana gulliklari aka, oyog'i yong'oq. Shohonalari-ni? Qolgan joyi sasna aka. Razmerlari ham 2,5 ga 3. 2,5 ga 3. Do'stlar, bu yer optim joy ekan, aytib o'tyaptilar, juda ham arzon. Agar seni kanalingdan chiqsa, Shuhratbek yana ham arzon qilib beraman deyishyapti. Aka, adashmasam, ham bor aka. mana shu yerda o'ziga dastavkasi qanaqa? Mana shu yerda o'zi dastavkasi siz nomingizdan kelsa, dastavkasi bekorga qilib beramiz. Do'stlar, bizni kanal orqali chiqsanglar, albatta dastavkasi bekorga ekan, chetlargacha. Andijon viloyatlariga besplatniy dastavka qilib beramiz. Viloyatga besplatniy. Do'stlar, Andijonimizni o'ziga bepul dastavka qilib berar ekanlar. Albatta bizni kanal orqali chiqsanglar, umringlar uzoq bo'lsin. Barchalar kuzatib turganlardan juda ham xursandman. Aka, bir savolim bor. Mana shu duradgorlik sohasida so'rilar bilan shug'ullanadigan do'konlarimiz, magazinlarimiz bor. Akalarimiz bilan arzon joyi, menda hammasi optim deyapsiz. Hamkorlikda ish qilsa bo'ladimi sizdan olib foydalansa? Bo'ladi, foydalanishga ham beramiz aka. Xo'p aka, biz hozir operatorim ponni so'rilarni bir qator hamma turidagi berdi. Azizlar, sizlar xohlagan usulda albatta so'rilarimiz bor ekan. Rasvetkalar tanlov juda ham ko'p ekan, bu yerga kelsanglar. Albatta o'zlari aytib o'tdilar, sizlarning kanalingizdan chiqsa, yana ham arzon narxlarda beraman, menda optim deyaptilar. Hozir akamizdan bu yerda manzili, telefon raqamlarini batafsilroq olishga harakat qilaman do'stlar. Manzil Paxtabodda aka. Banisani oldida. Telefon nomerlarini aytib bersangiz. 94 435 68 88. Bu aytib o'tgan nomerlaringiz har doim faoliyatda bo'ladi. Azizlar, bemalol kimga qiziq bo'lsa, mana shu video ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilaverasizlar. Akamni o'zi batafsilroq ma'lumot berishadi. Aka, ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin.